Badavlat odamsiz, bolasi ishlash kerak, og'ir joyda ishlamasligi kerak. Siz bolangizda u badavlat odam bolasida. Endi qo'lingizda ishlaydigan bir ishchi bola bor, u yetim, kambag'al, uni ayash hojati yo'q. U ishlaversin. U boyni bolasi, bu kambag'alning bolasi. Agar shu o'lchov bilan o'lchayotgan bo'lsak, birodarlar, biz hali komil musulmon bo'lmaymiz. O'sh qo'lingizda ishlaydigan yetim, kambag'al bolani yoqasi oqarmasligi kerak. Bu hadida oshib ketadi, buni oyligini ko'tarib qo'ysam. Shuni ushlab turishlik kerak buni deyapsizmi? Demak, siz o'lchov hali johiliy o'lchov. Sizni qizingizga qattiq gapirib bo'lmaydi kuyov bola. Ammo keliningizni o'g'lingizni maqsad bo'laveradi. Agar shu o'lchovda yashayotgan bo'lsangiz, hali johiliy o'lchov ekan o'lchovingiz. Allohga hali siz aziz banda bo'lmabsiz. Dini, xulqi joyida bo'lgan, amali chiroyli bo'lgan bir yigitdan qizingizga sovchi keldi. Qizingizni bermaysiz. Nimaga? Qo'li kalta ulardi. Agar shu tushuncha bilan qizini bermayotgan bo'lsa, bu otani o'lchovi johiliy ekan. Boshqa sabab ko'rsat. Boshqa sababni ko'rsat, boshqa shaharda, lekin puli yo'qligini sabab qilma.